Men faqat videoda ko'rdim, hayotda endi ko'rdim. Men o'ylaganimdan juda ham ish ko'p. Nimalarni alishtirish kerak, aka? Bunda hamma narsa almashadi. Absolyutni kuzovda mana shu ramani o'zi qoladi. Bo'ldi. Xo'p, qarang. Tegi chiraganmi yo'qmi? Oka, biz tegi bilan qilamiz. Adari qolishi sizga ko'rsatib beraman hozir. Qanaqa ahvoldaligini. Qayerda adaramiz? Shu yerda. Bo'ldi, qarang. Adaramizmi? Davay. Moshinani adaramiz akalar. 1, 2. Bitgandan keyin imni mashqlarini ko'rsatamiz. Mana shundoq tinov qilgan bo'lasiz. Mayli. Mashinaga polni zavodga gidrotekslar bo'ladi. Xuddi shunaqa sepiladi. Oka, mashina qanchalik yetadi? 20 kun deymiz. O'zimizni bilganimizni qilamiz. Oka, unaqa ishmi? Kamera 20 kunda yetdilar. Inshaalloh chiqadi beriladi. Maksimal tezlashtirib beramiz. Abul Hafid bilan uni ko'pchilik kutadi, men bilaman. Sog'indim o'zi mana shunaqa ishlarni. Kuzov ekspertga Matiz kamdan kam keladi, lekin proyekt bo'lgani uchun, men sog'inganim uchun bolalar bilan oldim. Aka, tushundim. Nima rang qilamiz? Buni rangni o'zgartirish kerak. Kommentariyada o'ylab turib yozishdan keyingi videolarda aniqlashtirib olamiz. Atay o'ylab turishdan. 3 ta variant qo'yamiz. Keyingi videoda siz yozing, nima rang qilsa yaxshi. Butun dunyodagi Matizchi akalarimizga shu videoni jo'natib tashlaysiz. Aka, men ketdim.